qanday jinoyatchini qo'lga olmoqchi ekanimizni anglab yetaylik. U hamma uchun xavf tug'diradi. Mana bu qurbonlardan birining surati. Universitet talabasi bo'lgan yosh yigit, o'qituvchi bo'lmoqchi edi. Uylangan, 2 yashar o'g'li va qari ota-onasi bor edi. Ishlab yurgan maktabida esa sevimli o'qituvchi nomiga sazovor bo'lgan. Bu kabi insonlar jabr ko'rmasligi kerak. Psixologning so'zlari esingizdami? Agar qidiruvdagi shaxs bilan to'qnashib ketsangiz, imkon qadar tezroq uni odamlardan uzoqlashtirishga harakat qiling. U ablahni qo'lga olgan odamni shaxsan o'zim kechki taom bilan siylayman. Boshlaymiz. Muammo bo'lmadimi? Yo'q, hammasi joyida. Kechirasiz, yigitlar. Men qahva uchun kelgandim. Uzr, kechirasiz. Hammangiz barzang ekansizlar-ku. Qo'yar kechirasizlar. Ma'zur tuting. Kechiring.